Toshkentda xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzib to'xtatildi. Toshkentda Chirchiq daryosi qirg'og'ining bir qismi o'pirilib ketdi. Qarshi hokimining so'kong'ich o'rinbosari 41 million so'm jarimaga tortildi. Toshkentda xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzib to'xtatildi. Toshkent shahrida ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzish orqali to'xtatildi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Cobalt rusumli avtomashina bir nechta transport vositalariga shikast yetkazib, qochib ketganini ko'rish mumkin. Voqea 11-iyun kuni taxminan soat 21:30 larda sodir bo'lgan. Avtomobilni ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida ro'yxatda turuvchi 44 yoshli fuqaro boshqargan. Qayd etilishicha, u o'z boshqaruvidagi Cobaltda Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yo'l harakati qoidalarini buzgan holda o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlangan. Hududda xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib bir nechta transport vositalariga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu fuqaro tomonidan boshqa fuqarolarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tabel qurolidan foydalanilib, ogohlantirishdan so'ng avtomashina g'ildiragiga o'q uzish orqali to'xtatilgan va keyingi noqonuniy harakatlarga chek qo'yilgan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan nazoratga olingan. Toshkentda Chirchiq daryosi qirg'og'ining bir qismi o'pirilib ketdi. 11-iyun kuni Chirchiq daryosi qirg'og'ining Toshkent shahar Bektemir tumani hududidan o'tgan qismi o'pirildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 14 lar atrofida Bektemir tumani Nurafshon MFY hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining suv so'ndirgich, ya'ni vodopad inshootining oqim bo'ylab o'ng nishablikdagi beton qoplamasi hamda qirg'oq bo'yi mintaqasida o'pirilish sodir bo'lgan. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev boshchiligidagi ishchi guruh voqea joyiga yetib borgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, tegishli tashkilotlar va Toshkent shahar hokimligi mas'ullaridan iborat tezkor shtab tuzilgan. Sodir bo'lgan o'pirilish holatini bartaraf etish ishlari olib borish uchun hozirda 2 ekskavator, 10 ta samosval, 2 ta texnika hamda ishchi kuchi jalb etilib, Chirchiq daryosi qirg'og'ini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Bildirilishicha, hodisa oqibatida atrofdagi bino inshootlar, obyektlar hamda aholi xonadonlariga zarar yetmagan. Ayni vaqtda ular uchun hech qanday xavf mavjud emas. Ishchi guruhlar tomonidan Bektemir tumani hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqim bo'ylab ikki yon atrofida joylashgan fuqarolarning yashash xonadonlari va tadbirkorlik subyektlarida profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ularga xavotirga o'rin yo'qligi tushuntirilmoqda. Chirchiq daryosida soat 18:00 holatiga ko'ra suv sathi 278 metr kub soniyani tashkil etmoqda. Daryo suvi esa kamaytirilmoqda. Qarshi hokimining so'kong'ich o'rinbosari 41 million so'm jarimaga tortildi. Avvalroq Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri hokimining birinchi o'rinbosari Nurbek Turdiyev yig'ilishda xodimlarni bo'ralab haqorat qilgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu hokim o'rinbosari xodimlarni dam olish kunlarida ishga jalb qilgani uchun 41 million 200 ming so'm jarimaga tortildi. Bu haqda Davlat mehnat inspeksiyasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan xodimlarni dam olish kunlari ishga jalb qilgani hamda ularga nisbatan haqoratli munosabatlarda bo'lingani haqidagi holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan belgilangan tartibda atroflicha o'rganib chiqilgan. O'tkazilgan o'rganishlar natijasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilganligi o'z tasdig'ini topgan. Holat yuzasidan Qarshi shahar hokimining birinchi o'rinbosariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasi, ya'ni mehnatga ma'muriy tarzda majburlash, asosan ma'muriy jarima qo'llanilgan. Ma'lum qilinishicha, unga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari, ya'ni 41 million 200 ming so'm miqdorida jarima belgilangan.
Shuningdek, Qarshi shahar hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan xodimlarga nisbatan haqoratli munosabatlarda bo'linganligi yuzasidan uning xatti-harakatlarini odob axloq komissiyasida ko'rib chiqish yuzasidan Qashqadaryo viloyati hokimligiga taqdimnoma kiritilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq ekologiya inspektorining yoqasidan olgan Farg'ona viloyatining Buvayda tumani hokimi o'rinbosari Saidali Xizirovga sud hukmi o'qilgandi. Sud hukmi bilan unga nisbatan 1 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari, ya'ni 61.800.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi qonunni imzoladi. Qonunga muvofiq Rossiya manfaatlariga qarshi deb baholanishi mumkin bo'lgan ayrim ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha chet elda yashayotgan fuqarolarning mol-mulkiga xatlov qo'yilishi mumkin. Hujjatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 10 dan ortiq moddalarini nazarda tutilgan. Ular qatorida xorijiy agent faoliyatini tartibini buzish, ekstremistik materiallarni tarqatish, ommaviy axborot vositalari orqali yolg'on ma'lumot tarqatish, noxush tashkilotlar faoliyatiga ishtirok etish, Rossiya armiyasini obro'sizlantirish kabi moddalar bor. Qonunga ko'ra mol-mulkni xatlash ma'muriy jarimani ta'minlash chorasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Bunda xatlanayotgan mol-mulk qiymati jarima miqdori bilan cheklanmaydi. Shuningdek, mol-mulkka nisbatan xatlov yakuniy sud qarori chiqmasidan oldin ham qo'yilishi mumkin. Sudya tegishli iltimosnomani ro'yxatga olinganidan keyingi kundan kechiktirmay ko'rib chiqishi lozim. Bu jarayonda mol-mulk egasini oldindan xabardor qilish talab etilmaydi. Mazkur chora mol-mulkni tasarruf etish huquqini cheklashni anglatadi. Ya'ni mulk egasi uni sotish, hadya qilish yoki boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Qonun 2026-yil 1-sentyabrdan rasman kuchga kiradi. Andijonda tibbiyot birlashmasining 4 xodimi zaharlanib vafot etdi. 10-iyun kuni Andijon viloyatining Marhamat tumanida joylashgan tibbiyot birlashmasi hududida 4 xodim bunkerdagi gazdan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Qalampir o'zga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, birlashma xodimlari oqova va chiqindi suvlarini to'planadigan bunkerni tozalash va ta'mirlash maqsadida uning ichiga tushgan hamda shu vaqt ichkarida zaharli gaz ta'sirida hushini yo'qotib, suyuq chiqindi ichiga tushib ketgan hamda voqea joyida vafot etgan. Hodisa haqida tuman tibbiyot birlashmasi shifokori tomonidan 102 qisqa raqamiga xabar berilgan. Tezkor qutqaruv xizmatlari yetib kelib, barchaning jasadlarini bunker ichidan olib chiqqan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumlarda vodorod sulfid gazidan o'tkir zaharlanish, o'pka emfizemasi hamda nafas yo'llarining suyuqlik bilan to'silishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiyasi aniqlangan. Hodisa yuzasidan Marhamat tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi, ya'ni mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Marhumlar 1989, 1969, 1972 va 1967-yillarda tug'ilgan Marhamat tumani fuqarolari bo'lib, ular turli lavozimlarda tibbiyot birlashmasida ishlagan. Hozirda barcha holat bo'yicha tergov va qo'shimcha ekspertizalar davom etmoqda.